Assalomu alaykum, hurmatli trening qatnashchilari. Bugungi mavzumiz korrupsiyaga qarshi kurashda jamoatchilik kengashlarining o'rni. Avvalambor shuni ta'kidlash kerakki, 2018-yilda davlat organlari huzurida jamoatchilik kengashlarini tashkil etish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori qabul qilinayotganda asosiy maqsadlardan biri va korrupsiyaviy omillarni kamaytirish uchun jamoatchilikni jalb qilish bo'ldi. Ko'pincha shunday savol tug'iladi: korrupsiyaga qarshi kurashda huquqni muhofaza qiluvchi organlar asosiy rol o'ynaydi. Ha, bu shunday. Lekin korrupsiyaga qarshi kurash barchamizning ishimiz. Shu jumladan fuqarolik jamiyati institutlari, davlat organlari huzuridagi jamoatchilik kengashlarida ham bu masala eng dolzarb masalalardan biri. Korrupsiyaga qarshi kurashish jarayonida birinchi jamoatchilik kengashini oldida turgan vazifalardan biri bu korrupsiyaviy xavflarni kamaytirish. Trening davomida siz korrupsiyaviy xavf nima ekanligi, korrupsiyaviy xavfni qaysi yo'nalishlarda ko'rishimizni bilib olasiz. Misol uchun aytganda, kadrlarni tanlash va joy-joyiga qo'yish, davlat xaridlarini amalga oshirish, normativ hujjatlarni qabul qilish kabi bir qator hujjatlarni ko'rganimizda korrupsiyaviy xavflar ko'zga tashlanadi. Davlat organi huzuridagi jamoatchilik kengashi davlat organining korrupsiyaviy xavflarni kamaytirish borasida olib borayotgan ishlarini tahlil qiladi va takliflar tayyorlaydi. Korrupsiyaviy xavflar darajasini aniqlash uchun fuqarolar o'rtasida so'rovnomalar o'tkazish mumkin, anketalar o'tkazish mumkin, ommaviy axborot vositalarida, blogosferada chiqayotgan maqolalar, tanqidiy fikrlarni o'rganib boriladi. Mamnuniyat bilan aytish kerakki, so'nggi yillarda korrupsiyaviy xavflarni kamaytirish bo'yicha bir qator sezilarli amaliyotlar o'tkazildi. Aytaylik, elektron tizimni joriy qilinishi, maktabgacha ta'lim va maktablarga bolalarni qamrab olish jarayonini elektron navbat tizimiga o'tkazildi. Yo bo'lmasa mana shu oilalarda nafaqa puli olish jarayoni yoki moddiy yordam olish jarayoni ijtimoiy himoya agentligi tomonidan to'la elektron tizimga o'tkazildi. Bu kabi misollar juda ko'p. Bizni davlatimizda korrupsion xavflarni kamaytirish, inson omilini ma'lum bir sohalarda qisqartirish orqali korrupsion xavflar kamaytirilyapti. Biz o'zimizni modulimizda sizlarga davlat organi faoliyatida etika va oshkoralikka amal qilish ustidan nazorat degan kichik bir temani ham qo'ydik. Hammamizga ma'lumki, davlat organida ishlayotgan har bir davlat xizmatchisi bu davlatning yuzidir. Qaysidir fuqaroni murojaatiga e'tiborsizlik qilish yoki rasmiyatchilik yuzasidan muomala qilish bu fuqarolarda norozichilik paydo qiladi. Shuning uchun har bitta davlat xizmatchisini faoliyatida etika qoidalariga to'liq rioya qilinishi va faoliyatni oshkoraligi muhim rol o'ynaydi.
ushbu modulni o'rganishingizda sizlarga muvaffaqiyat tilaymiz.